Assalomu alaykum hammaga. Bize navbatdagi ko'mir qatilayotgan xonadonimizga geldik. Bu xonadonimiz Yangi Bozorda ekan. Yangi Bozor Persiyezmading? Yangi Bozor Persiyezda ekan. Sohil ko'chasi 31-uyga geldik. Kim uyadi bag'i? Azamat onimiz uyine geldik. Bu xonadonimiz bizlere bir 20 gün oldin murojaat etdi. Shu uyni atabliniya etish kerakdi. Bugun bitirib topshirdik. Bu xonadonimizda Norveç'le gitken olsa hem özlerimiz bilen hep geldik. Bu xonadonimizga 120 dana batareya gitti. Şunun değil zamonaviy batareyalardan koyup qo'ldan kelgancha chiroylatib ishladik. Bu xonadonimizga 31 milyon 250 ming so'm pul chiqdi. 9 yere batareya qo'yildi. Shunda meni qo'ldan kelgancha azamata etken işlerimiz makul mu ağa? Ese inşaat atabliniyaga 1 yilgacha garantiya, nov kamisi bo'lsa, bemalol murojaat etaverasiz ağa. Yine hem yurtlar görüp tursalar, yine batareyalar ham her bir qo'rg'asi 75 ming so'mlikdan 1.8 kvadrat qizdirilgan duralimin batareya. Shunda meni baqning o'zi shu yerda bir 15 metrlardan 20 metrlardan plastik turba oldi. Qolgan o'zlari o'zlarimizdan bo'ldi. Plastik turba olganning evazini bizani bitta turbamiz ortib qoldi. Ortib qolgan turbani qaytarib oldim minus etib. Endi sizlarga o'zlarimiz ishlab chiqarib turgan teplo-shavot kotelini ko'rsatib o'tsam. Kotelimizni xudo xolasa hozir taxminan bir 5 minutlar bo'ldi yoqib kotelimizni ishlash jarayonini bir ko'rsatib o'tsam. Yine kotelimizni yonish jarayoni. Kime shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Shu videoni ko'rib turgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, like bilan podpiskalaringizni ayamasangizlar, xudo xolasa ishlatib chiroyli atabliniyalarni ko'rsatib boraveramiz. Bizning xudo xolasa keyingi videolarimiz Qazarsda bo'ladi, Xivada bo'ladi, To'rtko'lda bo'ladi, Gullarda bo'ladi, Qo'shko'pirda bo'ladi. Bizning ham yerda odamlarimiz bor, xudo xolasa. Bize bilan bog'lanib